Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Otangiz bormi? Bor. Ularni yaxshi ko'rasizmi? Juda ham. Qaysi birini ko'proq? Ikkovsini bir xilda. Ajratmaysizlar? Yo'q. Ular taomlardan nimalarni ko'proq yaxshi ko'radi? Dadam lag'mon yaxshi ko'rsa, onam monti yaxshi ko'radi. Yuzlaridan, qo'llaridan o'ptirasizmi? Kecha qurib o'pdim. Nima deb erkalatasiz oyingizni? Qirolicha. Masalan, qiz bola hayotida ota-onasiga yaxshi gaplar olib berish kerak-da. Siz masalan shu yoshga kirgunizcha qanday yaxshi gaplar olib berdingiz? Kelajakda qanday maqsadlar qo'ygansiz ularga yaxshi gaplar olib berish uchun? Kelajakda ota-onamga yaxshi gaplar olib berish uchun ulardan avvalo hajga olishdi. Ota-onangizga qachon hukumatda yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Eslolmaysiz. Keling yana bugun fursat bo'lib qopti. Shu fursatdan foydalanib ota-onangizga yaxshi gaplarni, sizni shunaqa qilib tarbiya qilganiga, chiroyli qilib kiyintirib, shunaqa chiroyli tarbiya berganiga o'zingiz tashakkurlaringizni bildirib qolasiz. Xo'p. Alo. Assalomu alaykum dadajon. Alaykum assalom. Men Fatimizman. Dadajon. Ha? Men sizni yaxshi ko'raman. Ha, tinchlikmi? Tinchlik boringizga shukr. Ha, tinchlikmi? Tinchlik dada. Ha, Meni shu yoshga voyaga yetkazganingiz uchun rahmat dada. kim bu? Men Fatimizman. Ha, nima bo'ldi? Tinchlik dadajon, o'zim sizni yaxshi ko'rishimni aytmoqchi edim. Ha, jinni boraman, qadasan. Dadajon, tinchlik hech narsa bo'lmadi, maktabdaman darsda. Keyin xori men sizni yaxshi ko'rishimni aytmoqchi edim. Ha, jinnimi sen ket o'tkazibga. Xo'p. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr qirolicham. Meni shu voyaga yetkazganingiz uchun rahmat. Shunday qilib tarbiya berib, chiroyli kiyintirib qo'yganingiz uchun rahmat. Men sizni yoqtiraman.